2026-yilda oltin to'p masalasi juda ham bahsli va chigal bo'ladiganga o'xshaydi. Aynan bu yilda bitta futbolchini yaqqol ushbu sovringa munosib deyish juda ham qiyin bo'lmoqda. Keling ushbu sovringa asosiy nomzod sifatida ko'rsatilayotgan futbolchilar natijalarini qisqacha ko'rib chiqamiz. Masalan, Lamine Yamal Ispaniya chempionatida juda ham zo'r o'yinlar ko'rsatdi, Chempionlar Ligasida ham, lekin u jahon chempioni bo'lishiga qaramasdan aynan mundialda kutilganidek o'yin ko'rsatmadi deb hisoblayman. Lionel Messi Amerika chempionatida o'yinlar o'tkazdi-yu, baribir u chempionatning saviyasi pastroq, lekin jahon chempionatidagi o'yinlari dahshatli tarzda o'tdi va lekin finalgacha borishiga qaramasdan u jahon chempioni bo'la olmadi. Rodri masalasiga keladigan bo'lsak, u ham Manchester Cityda stabil o'yinlar ko'rsatmadi bu mavsumda, lekin jahon chempionatida Ispaniyaning asosiy qahramonlaridan biriga aylandi. Kylian Mbappega keladigan bo'lsak, La Liga, Chempionlar Ligasi va jahon chempionatida u to'purarga aylandi, biroq na klubda, na terma jamoada u bu mavsumda birorta titul yuta olgani yo'q. Shu sababdan ham bu mavsumdagi oltin to'p masalasi juda ham bahs munozarali. Sizningcha aynan 2026-yilgi oltin to'pni qaysi futbolchiga topshirish kerak, qaysi futbolchi qo'lga kiritish kerak, buni izohlarda yozib qoldiring.